Faoliyati davomida 5 ta Chempionlar Ligasi, 5 ta Oltin to'p, Oltin butsi, UEFA Millatlar Ligasi, Yevro turniri va son sanoqsiz rekordlar va ularning barchasi Cristiano Ronaldoga tegishli. Bugun biz mana shu Ronaldoni hikoyasini ko'rib chiqamiz. Bugun bizda yana futbolchi tarixi rubrikasi va bu videomizda bejizga Manchester United formasini kiymadim va bugungi videomiz esa Cristiano Ronaldo haqida bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'ying hamda videoga like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa endi boshlasak ham bo'ladi. Husan Sport YouTube kanali. Videoga like bosib qo'ying hamda kanalga obuna bo'ling. Biz esa boshlasak ham bo'ladi. Cristiano Ronaldo 1985-yil 5-fevral kuni Portugaliyaning kichkinagina oroli bo'lgan Madeiradagi Funchal shahrida kambag'al oilada tug'ilgan. Uning to'liq ismi Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro bo'lgan. Otasi esa Jose Denis Aveiro, oddiy bog'bon va stadion ishchisi. Onasi esa oshpaz bo'lgan. Bolaligida u juda qiyin hayot kechirgan. Oilasi moddiy jihatdan qiynalgan. Hatto bir xonali uyda yashashgan paytlari ham bo'lgan. Ronaldo yoshligidan futbolga qattiq berilib ketadi va ko'chada do'stlari bilan soatlab to'p tepadi. Uning iste'dodi juda erta ko'zga tashlanadi va u mahalliy klub Andorinha klubida ham o'ynay boshlaydi. Aynan shu yerda otasi ham ishlagan. Keyin esa u Nacionalga o'tadi va u yerdagi ajoyib o'yini tufayli Portugaliyaning eng katta klublaridan biri bo'lgan Sporting akademiyasiga qabul qilinadi. 12 yoshda u oilasidan ajralib, Lissabonga ko'chib o'tadi va bu uning hayotidagi eng og'ir bosqichlardan biri ham bo'ladi. Chunki u sog'inch, yolg'izlik va moslashish muammolari bilan kurashdi. Hatto maktabda u o'qituvchisiga stul uloqtirganligi uchun ham maktabdan haydalgan paytlari ham bo'lgan. Lekin u maktabdan haydalgan bo'lsa ham u butun e'tiborini futbolga qaratdi va nihoyat u 16 yoshda asosiy jamoada debyut qiladi. 2003-yilda Manchester United unga qiziqib qoladi. Ayniqsa ular Sporting bilan o'rtoqlik o'yinida Ronaldoni ko'rib hayratda qolishadi va murabbiy Sir Alex Ferguson uni darhol olishni xohlaydi. Ronaldo 18 yoshda Angliyaga ko'chib o'tadi va dastlab qiyinchiliklarga duchor keladi. Chunki Angliya futboli juda jismoniy va tezkor edi. Lekin u o'z ustida juda ko'p ishlaydi. Jismoniy tayyorgarliklarni kuchaytiradi va asta-sekin dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biriga aylanadi. 2007-2008-yilgi mavsumda u 42 ta gol urib Premier Liga va UEFA Chempionlar Ligasini yutadi hamda o'zining ilk Ballon d'Or, ya'ni Oltin to'p mukofotini ham ilk marotaba, ya'ni birinchi marotaba qo'lga kiritadi. 2009-yilda u rekord summa evaziga Real Madridga o'tadi va bu uning faoliyatidagi eng yorqin davriga aylanadi. Madridda u tarixiy natijalar qayd etadi. Klub tarixidagi eng yaxshi to'purar bo'ladi. Barselona bilan bo'lgan raqobatda Lionel Messi bilan futbol tarixidagi eng katta duelni yaratadi. U Real bilan 4 marta Chempionlar Ligasini yutadi va ketma-ket Ballon d'Orlarni, ya'ni oltin to'plarni qo'lga kiritadi. Uning otasi bu muvaffaqiyatlarni ko'rishga ulgurmay, afsuski vafot etadi va bu Ronaldo uchun juda katta ruhiy zarba bo'ladi. Lekin u oilasiga yanada ko'proq e'tibor qaratishni boshlaydi, ya'ni e'tibor qaratadi. 2018-yilda u yangi chaqiriq sifatida Juventusga o'tadi va Italiyada ham chempioni bo'ladi. U ham o'z darajasini ko'rsatadi. 2021-yilda u yana Manchester Unitedga qaytadi. Muxlislar uni afsonadek kutib olishadi. Lekin u klubdagi muammolar va murabbiylar bilan kelishmovchiliklar tufayli bu qaytish ideal bo'lmaydi. Hatto mashhur intervyusida u klubni tanqid qiladi va natijada jamoani tark etadi.
2023-yilda esa u yangi bosqichni boshlash uchun Saudiya Arabistonining Al Nasr klubiga o'tadi va bu transfer futbol tarixidagi eng katta shartnomalardan biri bo'ladi. U bu yerda ham rekordlar o'rnatishda davom etadi va futbolni global darajada rivojlantirishga hissa qo'shmoqda. Shu bilan birga u Portugaliya terma jamoasi bilan ham tarixiy rekordlar yozadi. 2016-yilda ular UEFA Euro 2016 ni yutadi. Bu uning milliy jamoa bilan eng katta yutug'i bo'ladi. Keyinchalik UEFA Nations League, ya'ni UEFA Millatlar Ligasini ham qo'lga kiritadi. Ronaldo hayotida ko'plab shaxsiy sovrinlarni ham qo'lga kiritgan. U kambag'allikdan chiqqan, oilasini yo'qotgan, tanqidlar va bosimlarga duch kelgan, lekin har safar yanada kuchliroq bo'lib qaytgan. U intizomi, mehnatsevarligi va o'ziga bo'lgan ishonchi sababli hammadan ham ajralib turadi. U nafaqat futbolchi, balki global brendga ham aylangan. Milliardlab muxlislar uchun u motivatsiya manbai bo'lib xizmat qiladi va hozircha futbol tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri sifatida e'tirof etiladi. Bilaman, bu video siz uchun ham, men uchun ham ancha qisqa bo'ldi. Lekin mana shu videomizda biz 200 ta like yig'sak, biz mana shu videoni batafsil, ya'ni 20-30 daqiqalik qilib, batafsil hayotida nima narsalarni kechirgan bo'lsa, hammasini boshdan oxirigacha ko'rib chiqamiz. Faqat siz esa mana shu videoda 200 ta like yig'ib berishingiz kerak bo'ladi. Siz bilan esa Husan bo'ldi. Husan Sport kanali edi. Videoga like bosishni hamda kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.